Gene akam qachon kelar ekan deb so'ramadingizmi? Akangizmi? Ular hush toblaganda uyga keladilar. Ular uchun oila ikkinchi darajada-yu. Lekin akamga havasim keladi. Sizda ayoli bor. Qaraganda ko'zni quvnatadi. Afsuski, shu narsalarni qadriga yetadigan odam yo'q-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ocha qolmaysanmi tez? Ukamni qo'yib bitti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. O'tir. Ukam mana shunday yuz qo'lim yuvib chiqing, qari. Choy poylan to'g'irla tez. Yaxshi keldingizmi, adasi? Rahmat. Ko'cha ham isiy yotibdi ukam. Ha, nimasini aytasiz aka? Ko'cha ham 50 bo'y yotibdi. Shunaqa qizdiryapti, men ham zo'rg'a kelib oldim. Ne bir og'iz telefon qilmading, kuyovim aka deganingda osh qilib, stolni chiroyli qilib yasatib qo'ygan bo'lardi. Adasi, siz qizuvsiz, jigarni yuvib olgandan keyin kelaveradilar deb sizdan so'rab keladimi? Ukam, hozir ozgina ishim bor edi. Nima masala bo'yicha kelding? Yo'q, masala emas, prosta tinchmisiz, qanaqasiz deb ko'rgani keldim-da aka. Kelib yaxshi ish qilsan ukam. Ancha jigarchilik ham esdan chiqib qoldi. Unda mana bunaqa ish qilamiz, qara. Shanba kuni meni vaqtim bor. Bir kelsang, xudo xolasa, keling bir qo'lini o'ynatib oshqa beradi. Nima deysan, onasi? Ukangizlardan osh aylansin. Qo'llarimni o'ynatib osh qilib beraman, adasi. Xafa bo'lmaysan. Shoshilib turibman. Mashinang bormi? Bor. Xolasini olib borib qo'yardim. Yo'q, bo'ldi. Bemalol yetib olavering. Kene, mashinam kaliti qolib ketgan ekan. Shuni olib bera olasizmi? Kalitingiz spalnida turibdi. Xohlasangiz, kirib o'zingiz oling. Bo'lar ish bo'ldi. Endi akam bilib qolsa nima qilasan? Agar siz akangizlarga hech narsani aytmasangiz, maza qilib yashab yuraveramiz. Okey, g'alati emasmi? Turgan mashinani kelib urishingizni qarang, ey. Bo'la qol, ne emillaysan? Tinchlikmi? Ukam senga nima telefon qilyapti? Menga qara, gap qisqa qilaman. Menga srochniy pul kerak bo'lib qoldi. Bitta mashinani urib oldim. Bu narsa qilsak bo'ladimi? Tuzukmisan? Aka, uzr. O'rtog'imga qilaman deb chikenayimga qo'yarimman. Qayerdasan hozir? Lakaz tashlab boraman. Bo'ldi, hozir lakaz tashlab yuboraman Telegramdan. Xo'p, rahmat. Tinchlikmi, adasi? Nima bo'pti ukajonga? Tinchlik emas-da. Ukam mashinani so'rayapti. Bo'la qani pulni tez olib ber menga. Bo'ladi, adasi. Bo'pti, men ketdim, xo'pmi? Ukangizdan kuni ham ish chiqazib turadilar. Bugun vaqtliroq keling, siz yaxshi ko'rgan qattiq qilib qo'yaman. Bo'pti, harakat qilaman tezroq kelishga. Nima bo'ldi? Og'ayni 1 soat o'tib ketdi-yu, yo gay chaqiraymi? Aka, bo'ldi, hozir hal qilamiz. Alo. Siz jinni bo'lib qolganmisiz? Nima menga telefon qilyapsiz? Akangiz bilib qolganlarda nima bo'ladi? Yuragimga sig'mayapti, seni ming'ir-ming'iring. O'zim qilaman senga. Menga qara, jonga tegding-yu, puling yo'q bo'lsa, yo'q deb qo'ya qolgin. 1 soatdan beri men vaqtim bo'lsa, hal qilish kerakmanmi ishi? Nima bo'lyapti? Gapir tez. Tinchmisiz? Nima bo'lyapti o'zi? Ha, siz hal qilasizmi problemani? Ha, men hal qilaman. Adashmasam, banfer o'zi ketgan ekan. Vahma qiladigan narsa emas-ku. Mana $200. Banferingiz narxini bilmayman. Rozimisiz? Shuni sal tezroq hal qilsa ham bo'lardi-yu. Ko'zingga qarab yurgin keyin safar. Rahmat aka, boringizga shukr. Boshingni egma bunaqa. O'zingga hech narsa qilmadimi? Men turibman orqangda. Mana olginda mahallada yuzsiga uchasan, mashina cho'tga qilib beradi. Ozgina shoshilaman, keyin gaplashamiz. Rahmat aka. Menga qara, qachongacha kelmoqchisan? Gapingda jon bor o'rtoq. Hozir uyga kiraman-da, pulni olib chiqaman. 2 soatda sen bilan uchrashamiz. Bo'pti. Ne telefonlarimga javob bermayapsan? Masga kelmang deganman, boring keting, akangiz kelganda kelasiz. Akamni uyiga endi sendan so'rab kiramanmi? Bezmisiz? Men bunaqa bostirib kelyapsiz, men magazinga tushib ketayotgandim. Sen bor, chiqsang chiqib kelaver, kim seni ushlab turibdi? Hozir akangiz kelsalar, mendan shubhalanadilar. Mayli, kakras kelsinlar, gaplashib o'tirib turaman. Sen tushib chiqaver magazinga. Nima etishimni bilasanmi? Mayli ekan, akam kelganda kirarman. Charchamadingizmi, adasi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qara, qaladiningda bu muzdek suyim bo'lsa ber, yomon odam chaqirib ketdi. Xavfsiz. Tushunmadim. Malika? Labbay, adasi?
Mana bu yerda pul turuvdi, ko'rmadingmi? Gapir, nima jimsan? Anaqa adasi, akamni bizneslarga pul kerak bo'lib qolgan ekan. O'shanga mendan so'ragandilar. Sizdan so'ramasdan berib yubordim. Sen jinnimisan? Ne so'ramaysan bir og'iz? Men akangga berganingga jahlim chiqayotgani yo'q pulni. Lekin baribir erdan so'rash kerakmi? Bugun oyimlarning uyiga boraman-ku, ertaman to'g'irlab beradilar. Yaxshi ish qilmabsan. Boshqa bunaqa ish qilmagin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qilmadimmi? Ha, bemalol, gapiravering. Ishxonangizga keluvdim. O'zingiz yo'q ekansiz. O'tgan kuni uyga borib pul olib ketgan ekansiz, siningizdan. O'sha pul kerak bo'lyapti. Tushunmadim. Qanaqa pul haqida gapiryapsiz? Iflos! Kelib, ering ukasi bilan o'ynashasanmi? Or-nomussiz. Qanaqa qilsansan, menga qara. Qanaqa qilsan? Meni uyatlarga qoldirding, isnodlarga qoldirding. Siz o'zi shunaqa qildingiz. Siz o'shanga bermaganingizda meni majburlab hayotim bunaqa bo'lmagan bo'lardi. Menga qara. Sen hozir uyingga ketasan. Akang kelsa, o'zim gaplashaman akang bilan. Xullas, seni kuyoving ukasi bilan gaplashib qo'yibdi. Uydan pulim yo'qolgan. Kecha kuyovingiz telefon qilgan edi. Pul haqida gapirdi. Demak, shuni aytgan ekanda. Nech pul ekan o'zi? 10 ming. 10 ming? Menda unaqa pul yo'q-ku hozir. Shu pulni topib bermasa, sening hayoti buzilib ketadi. Agar qaytib kelsa, sen ham men ham nomuslarga o'lib ketamiz. Mayli, bu narsa qilarman. Mendan nimadir bekitolsanmi? Tushunmadim. Ne unaqa deyapsiz? Kecha akaning ishxonasiga bordim. Pulni so'ragan edim, tushunmadim. Qanaqa pul haqida gapiryapsiz dedilar. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. O'tgan kuni To'xtab tur. Akang telefon qotdi. Alo. Ha, kuyov, yaxshimisiz? Ha, kecha ko'payib ketibdi. Nima deb gaplashganimni bilmadim. Kech shuni hal qilsak bo'ladimi? Kechroq o'taman unda oldingizga. akam nima dedilar? Kiyimlaringni almashtirib, bitta joyga borib kelamiz. Xo'p, bo'ladi. Zo'r kiyimlari bor ekan. Ne bu yoqqa keldi o'zi adasi? Bundan o'ylab qarasam, ish deb hech senga e'tibor bermayman. Degan akamga havasim keladi. Sizda ayoling bor. Qaraganda ko'zni quvnatadi. Qaniyda aka shularni qadriga yetganda. Yoqqan kiyimlarni ol o'zingga, keyin zo'r joyga boraman. Bugungi kunimiz senga yoqdimi? Ha, adasi juda ham yoqdi. Rosa xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Sen unda o'tirib tur, balo kelguncha men qo'limni yuvib chiqaman, xo'pmi? Alo, Siz jinnimisiz? Nima xohlayapsiz mendan? ijtimoiy qolayotganim yo'q. Merosimiz tashyapsiz. Yo'q. Akamga jo'nataman deb san ketib qopti-da rasm. Bundan buyog'iga telefon qilganimda sirroz olasan. Men chaqirgan joyiga kelasan. Agar bu narsa yana takrorlansa, keyingi safar rasm tashlayotganda adashmay qolishim mumkin. Sog' bo'lasan. Iya, balo ketdi-va, maza qilamiz. Tinchlikmi? Ne kayfiyating yo'q? 3-4 kundan beri kuzatyapman. Hech bir ochilib yo'q kulib gapirmayapsan. Anchadan beri men sizga bitta narsani aytmoqchi edim. Bilaman nima demoqchiligingni. Anchadan beri bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Sizni yaxshi ko'raman demoqchisan-a? Topdimmi? Bo'pti, ol, tez qorin ochib ketdi-yu. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Tuzukmisan? O'zi seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Keyin ancha serqatnov bo'lib qoldimi uyga? Ukam bo'lgandan keyin kelib turadi-da, tinchlikmi? Yo'q, mayli o'rtoq, prosta tinchlik, prosta aytib qo'ydim-da. Mayli, sog' bo'l, gaplashamiz. Adasi, o'rtog'im bilan ko'rishmoqchi edim. Borib kelsam bo'ladimi? Suvda qiynalib qolmaysanmi? Mana bu joyga o'tamiz. Xohlasang tashib ketaman. Yo'q, siz borib bo'lmay qo'yavering, o'zim tez borib kelaman. Mayli, nimadir bo'ladigan bo'lsa telefon qilarsan. Mana chaqirganda o'zing olmasdan sraz yetib kelsang bo'lar ekan-ku. Xato qilishga xato qilib bo'ldim. Men bu uchun kelganim yo'q. Nima qilsam meni tinch qo'yasiz? O'zi juda aqlli ayolsan-da. Menga goh-gohda pul kerak bo'ladi. Bo'sh payt furchat qilib tursang bo'ldi, rasm, pasm hamma narsani o'chirib tashlayman. Shunaqa ham maraz inson bo'lasanmi? Men pul olsam akangni olaman-ku, akangga ziyon bo'ladi-yu. Notatsiyani bor-u, uyda boribchi bolalaringga o'qiysan. Menga vashcha farqi yo'q. Akamni olasanmi, boshqa odammi? Menga pul kerak. Bilganingni qil. Akangga aytasanmi, rasmlarni ko'rsatasanmi? Menga umuman farqi. Hey!
Shu ish qilishga qilib qo'yib endi qayerga ketmoqchisan? Bor daryoga qo'lingni ol. Voy, singlim, o'zingiz keling, men sizni ko'rmay qoldim. Aka, qarashib yuborsangizchi. Taniysizmi bu odamni? Yo'q aka, men tanimayman buni. Ko'tarishing, banisiga olib boringlar. Azimovaga sizmi deysiz? Ha, manman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi, doktor? Ayolingizni saqlab qola olmadik. Afsuski, homilalari ham bor ekan. Ular ham nobud bo'ldi. Xudo jazosini beribdi-da. Nima dedingiz? Yo'q, sizga emas, doktor. Rahmat. Har bir ishi boshi bo'lgan singari, uni yakuni ham bo'ladi. Beayb Parvardigor, Alloh o'z gunohlaringni kechirsin. Savol javoblaring oson bo'lsa. Tinchlikmi? Ne chaqirdingiz? Xullas, janozada ichishga xijolat bo'ldim. Tushunmadim. Rahmatli singlim akamga deb olgan 10 ming dollarni aslida men olmagan edim. Menga qarang. Hozir bu narsani menga nima qizig'i bor? Qizig'i shuki, o'sha pulni keyin olgan. Shuncha narsadan xabar. Alo. Olmazor tumani 3-soni ichki ishlar bo'limiga kelib keting. Komandir, tinchlikmidi? Ne chaqirdingiz? Fuqaro Abduqahhorov Sardorbek sizning ukangiz bo'ladimi? Ha, meni ukam bo'ladi. Ukangiz Olmazor tumani Eski shahar mahallasida narkotik moddalar iste'moli hamda savdosi bilan shug'ullanayotganligidan xabaringiz bormi? Yo'q, bundan xabarim yo'q edi. Ukangiz hozirgi kunda Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida narkotik moddalar iste'mol qilganligi sababli vaqtincha saqlanib turibdi. Endi bu yog'i nima bo'ladi, komandir? Qamaladimi ukam? Bu yog'ini endi tergov jarayonlaridan keyin sud hal qiladi. Ukamni ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Sardor, Aka, keldingizmi? Mana o'qib ketasa, men bunaqa narsa bo'lishini xohlamadim. hozir men seni qaysi yaxshi qilgan ishing uchun yordam berishim kerak? Nima deganingiz? Men siz jigaringizman-ku. Albatta men tur qilishim kerak menga yordam berishingiz uchun. Jigarim deysanmi? Sen kenayim bilan don olishib yurib, menga xiyonat qilib yurgan paytlaringdagi yaxshiligini aytsanmi? Yoki-da uyda turgan pulni ko'tarib chiqib ketgan yaxshiligini aytsanmi? Qaysi yaxshi qilgan ishing uchun men senga yordam berishim kerak? Yemog'i, qusmog'i bor. Qonun oldida javob berasan. Sog' bo'lgin. Bu yerda baribir abadiy qolmayman. Hali chiqing.